Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Biz bugun sizlarga akromegaliya kasalligi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Akromegaliya somatotrop gormon ortiqcha ishlab chiqaruvchi suyakda o'sish zonalari o'sishdan to'xtagandan so'ng yuzaga keladi. Kasallik sabablari gifofis adenomasi, bosh miya travmalari, oshqozon asidi bezi, o'pka, tuxumdan faoliyati buzilishi. Kasallik belgilari pastki jagʼ, yonoq va qosh osti sohalarining kattalashishi, lab, burun, quloq gipertrofiyasi, yuz dag'allashishi, tishlar orasidagi masofaning kattalashishi, ovoz dag'allashi va pasayishi, bosh suyagi kaftlar kattalashishi, umurtqa pog'onasi qiyshayishi, ko'krak qafasi kattalashishi, qovurg'alararo soha kengayishi, bo'g'imlar deformatsiyasi, bo'g'imlar harakatchanligi buzilishi, ko'p terlash, teri qalinlashishi va dag'allashishi, mushak distrofiyasi, ayollarda hayz davrining buzilishi, bepushtlik, erkaklarda potensiya pasayishi, boshlanish, umumiy holsizlik, hid sezish va eshitish pasayishi, oyoqlar uvishishi. Diagnostika: qon, umumiy va bioximik tahlili, bosh suyagi rentgenografiyasi, bosh suyagi kompyuter tomografiyasi, magnit rezonans tomografiya. Davolash: o'sish gormonoblokatorlari, operativ davolash, gifofis sohasiga gamma yoki nur terapiya. Asoratlari: yurak yetishmovchiligi, miokardiyo distrofiya, atrial gipotoniya, qandli diabet, o'pka emfizemasi, jigar distrofiyasi, bachada miyomasi, tugunli va diffuz bug'oq, tuxumdonlar polikistozi, fibroz kistoz mastopatiya, oshqozon ichak yo'li bug'oq bezi o'smalari. Profilaktika: bosh miya travmalaridan saqlanish, burun halqum kasalligi